Usta Ma'murjon, qalaysiz? Mazangiz yaxshimi? Alaykum assalom. Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat, Allohga shukr. Bo'lyaptimi? Ishlar bilan charchaman. Kelyapsizmi aka? Rahmat. Do'stim, hammasi shu yerda ishlab Shu yerda aka. Zo'r ekan. Xonadon, mana shu o'zimizning xonadonda ishlab chiqariladi, mana shu stol ustullar. Bitta ko'rsatib ko'rasiz. Hozir nechi xil materialdan? 2 xil materialdan aka. Yong'oq. Lisvaligi bor, yong'oqligi bor aka. Juda zo'r. Azizlar, videorolikni oxirigacha tomosha qilsangiz, hammasini ko'rib chiqamiz. Demak, bizda eng arzoni aka mana bu stol ustulimiz aka. Stullar mana. Stullar mana shu lisva yog'ochda bu ham aka. Versace poson deyiladi aka. Versace. Sidina spinkasi o'rta kelgan. Sidinalar machalkari 9 sm. Spinkasining 1,5 sm bo'ladi обязательно. Sinmaydi bu. Sinmaydi aka. O'z daraxtda necha kilogramm yuk ko'taradi? Aka 150 kilogacha yuk ko'taraveradi aka. 150 kilogramm. Qanchadan beramiz dedingiz? Aka buni donasi 180 ming so'mdan qilib beramiz. 180 ming so'mdan Lesto yog'ochdan yasalgan stullar. Yumshoqligi yaxshi, lekin machalkasi uncha-munchaga o'tirib qolmaydi. Qancha kerak bo'lsa, shuncha. Yasab beramiz. 100 tami, 200 tami, nechta kerak bo'lsa, 10 taga yasab beraveramiz. Dastlabkilar qanaqa? Dastlabkilarimiz qiziqarli mavzu, dastlabki muammosi nima joyda? Dastlabkamiz Andijon bo'lib, besplatniy aka. Boshqa viloyatlarga kelishilgan holda. Misol boshqa viloyatlar qanday? Namangan bor, Farg'ona, Qo'qon bor. 80-100 kilometr olib ketib qoladi-da, shunga gazini pulini qo'shib beradi bizga aka. U yoqdan olib yetkazib beramiz aka. Tushunali. Demak, hamma joyga bir xil narxda 180 ming so'm, lekin uzoqligiga qarab press pulini to'lashadi. Tushunaman. Xo'p, endi bu komplektni ko'ramiz. Lisva yog'ochdan yasalgan, Lisva stullari. 100% mebelni poson qilib ishlangan. Ko'rishni, mebelni zo'r. Eski o'lmaydigan posonimiz aka. Da, o'lmaydi bu. Xo'p, 12 ta stullarga ega rossiyskiy MDF, rossiyskiy laminat, displey laminat bo'ladi aka. MDF emas aka. MDF emas ekan. Qancha endi buni narxi? Endi bu aka komplekt holati 3 million 100 ming so'm. 3 million 100 ming so'm ekan, do'stlar, mana shu stol hamda 12 ta stullari bilan birgalikda. Dastlabkasini eshitdingiz. Lekin butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishadi, transportning kelishi. Bor. Xorazmgacha, hattoki Qirg'iziston, Tojikiston bor, hammasi kargolar bor. Qirg'iziston yuklar chiqaryapmiz aka. Qirg'izistonda yuklarimiz kilosi 40 sentdan ketishyapti. U endi o'zini haqida endi ularni. Pochtaniki endi. Pochtaniki endi bilib qo'ygan yaxshi, aytib qo'yganimiz yaxshi aka. To'g'ri, haqiqatdan chiroyli ishlangan. Endi biz buni yondagisini ko'ramiz. Bunisi aka. Bu stol ustulimiz ham 12 ta Lisva rossiyskiy yog'ochdan chester qilib ishlangan. Sidina spinkalari mana 9 sm da machalkalar qo'yilgan. Spinkasi 3 sm mягкий qilib ishlangan, chester qilib ishlangan. Mazza qilib o'tiradi odam bunga o'tirganda. Endi xon taxtasini ko'ryapsiz, ko'tariladi, tushadi, pastga pastlaydi. Xo'p, endi 12 ta stullari bor, Lesto yog'ochdan yasalgan. Qancha komplekt? Endi aka buni jinda rasxoti bor. Qanday deyishimiz mumkin. Mana stol ham Lisva yog'ochda. Ko'ryapsizmi aka? Bu ham Lisva yog'ochda aka. Farqini ko'ryapsizmi? Mana bronza svetda aka, mana bu shampan svetda aka. Bo'y bastichi? Yo'q, bo'y bastida farqi yo'q aka. 1-2 sm zo'r o'ynaydi, hech qancha farq qilmaydi aka. Shampan svet, bu bronza svet. Ikkovini ham rasxoti bir xil, prosta kraskasida farqi bor aka. Qaysi biri yaxshi? Mana uni kraskasi endi 2024-25 trendda bo'lar ekan kraskalarimiz aka. Pulida farq bor-da? Pulida farqi bor aka. Jichchada farqi bor aka, ransi bor aka. Endi bilmaganlarga buni ko'rsatib o'tamiz aka. Tushunarli. Keyin buni oyog'ida ham farqi bor jichcha aka. Oddiy prosta tekkiz emas aka buni. Ha, krossovkasi bor ekan buni. Bor aka. Ko'rasizmi? Farqi bor. To'g'ri. Ana unda yo'q edi lekin. Ha, bunisida yo'q ana. Yo'q, bunda bor ekan. Tak, o'shaning uchun qancha bo'ladi bu? Bunimiz aka 100 bor ana 100 ming so'm rasxoti bor aka. 3 million 200 ming so'm qilib beramiz aka. Bahorgi aksiya aka. 100 ming so'm farq bor ekan, 3 million 100 ming so'm, 3 million 200 ming so'm. Shunaqa aka. Endi buni stullarini qanchadan beramiz mabodo? Aka buni stolini donasini aka xohlashmasa bundan olamiz deyshadi. Endi aka bu yerda bitta gap bor. Hozir donasiga 20 ming so'mdan qo'shadigan bo'lsak, kompleksiga 240 ming so'm pul ketib qolyapti aka. O'sha nimaga komplekt, nimaga kompleksiga 100 ming so'm qo'shyapsan, donaga 200 ming so'm qo'shyapsan degan sabab bor. 20 ming so'm. Donaga jija balandroq sotiladi aka. 10 ta 12 ta go'dar baland sotiladi aka. Komplekt kelsa, komplekt kelsa 100 ming so'm arzon. Donaga ham 100 ta olaman deysiz-chi? 100 ta olaman desa kelishtirib beramiz. Kelish joyi bor. 240 ming atrofida? 240 ming atrofida chiqaveradi aka bu. Ana bilib oldik narxini.
Bu ishimiz bu ish ham chiroyli ish. 16 kishilik bu aka. 16 ta ekan bunda. Juda zo'r lekin buni krossovkasi yo'q ekan-a? Ha, buni krossovkasi yo'q ekan. Oyoq kiyim yo'q ekan. Hop, qanchaga beramiz buni? Bunimiz aka 4 million 500 ming. 12 talik bo'lganda qanchaga beramiz? 12 talik bo'lganda 3 million 100 ming beramiz aka. 3 million 100 ming so'mga berishgan bo'lar ekan. 12 talik bo'lgan. Hozir bu yerda 16 talik. 16 talik bu. Hop, qanchaga beramiz unda? 4 million 500 ming so'm qilib beramiz aka. 4,5 million so'm. 16 talik. Ko'ringlar. Stoli o'shanda qancha uzunligi? 360 ga 120 aka. Zo'r. Hozir biz listvalarni ko'rib chiqdik. Endi bu yerda yong'oqlar bor-a? Xo'p. Keyingisi bor, Lisva ishimiz aka yana bitta. Ha, bu ham Lisva. Ha, bu ham Lisva aka. Bu ishimiz yangilik aka. Video davomida ko'p qo'yamiz aka. 2024 trend degan ish ham desak ham bo'laveradi aka. Zo'r ekan. Oyoqlardan farqi bor ekan, ko'rasizmi? Katta. Kichkina emas aka, yarimta oyoq emas aka. Katta oyoq. Mana spinkalar polni spinkali aka. Hurram posonda abrazas qilib olganmiz buni aka. Da. Chiroyli lekin. Ana aka, bu ishimiz doniga olib ko'rsatamiz aka. Solishtiramizda. Solishtiramiz. Endi aka, odamlar qiziqadi aka. Nimaga bu bunaqa farqi bor deb. Yercha nobopligi uchun hech o'rnamayapti. Agar mabodo tanlashda qiynalsangiz, do'stlar, mana tan ko'rsatib qo'ydik. Bu 12 talik qancha bo'ladi? 12 talik. Ha, bunimiz 12 talik 3,5 million so'm qilib beramiz aka. Bahorga askiga. Jija farqlargana 400 ming, 300 ming farqlar. Ha, shunaqa aka. Zo'r. Gap yo'q lekin. Xo'p, 3,5 million so'm bu stoli bilan birgalikda. Endi yong'oqqa o'tamiz endi. Chempion aka. Chempion mana. Kerakmi chempiondan? 2024 chempion aka. Juda ham go'zal lekin. Oddiy yong'oqdan shunaqa yasash bor-ku, rosa katta mehnatni talab qiladi. 12 talik bu ham. Stolini razmeri bir xilmi yoki kattaroq? Yo'q, bir xil emas aka. Bu 12 talik yong'oq, bu ham chester qilib ishlangan. Stul kattaroq bo'lgani uchun kattaroq bo'ladi. Gabarit kattaroq bo'ladi, stolning razmeri ham uzayadi aka. Keyin bundan bitta ma'lumot aytib o'tamiz. Bu ham 3 sm chester qilib ishlangan, mягкий qilib. Sidinasi 12 sm ekan. Baland ekan-a bu. 9 sm emas aka. O'tirganda ancha odam maza qilib yumshoqini o'tiraveradi aka. Oyog'ida o'sha tuflisi bor ekan buni. Shunaqa. Honlari hon taxti bo'ladi aka buni ham aka mana. Juda zo'r ekan. Chekkalari ham chiroyli ekan. O'ziga yarasha qilib ishlangan aka. Chempion bo'lgandan keyin chiroyli bo'lish kerak aka. Chempionni qanchaga beramiz endi? Chempionimiz aka oldingi videolarimizda 6,5 million qo'yganmiz aka. Xo'sh. Bahorga aksa qilib 100 mingdan o'tib beramiz aka. 6 million 400 ming. Ko'tarilishiga pasaydi. Gap yo'q ekan. Xursandman. Do'stlar, mana shu yerda bosmasangiz bo'lmaydi like-ni. Hamisha mehnat bizdan, sizdan esa bosish. Xo'p. Zo'r lekin. Endi bunga o'tamiz. Bunisi aka. Bu ishimiz 16 kishilik aka. 16 talik bu. Xonimning razmeri keladigan bo'lsa 360 ga 120 aka. Bu ham aka chester qilib ishlangan 12 sm machalikasi. Gap yo'q lekin. Xonlari xon taxti bo'ladi aka. Qanchaga beramiz dedingiz? Aka bunimizni komplekt narxi 8 million 400 ming qilib beramiz. 16 talik bo'lgani uchun. 16 talik bo'lgani uchun. 8 million 400 ming. 8 million 400 ming. Agar 12 talik bo'lsa-chi? 6 million 400 ming qilib beramiz aka. Mana do'stlar, bilib oldik narx-navosini. Endi azizlar qaranglar, hozir bu yerda mana shular bor xolos. Undan tashqari ana bu yerda 18 talik bor. Undan ham tashqari bu insonga telefon qilib, Telegramdan yozsangiz 100 xili bor bularning. Faqatgina bu yerga sig'maydi. Shuning uchun qo'ymagan. To'g'rimi? To'g'ri aka. Agar bulardan ma'quli kelmasa, sizga jo'natsa rasm yoki siz jo'natasiz, katalogni tanlashadi. Endi aka, bitta narsa, bu stol ustilar, latta materiallar hammasi bir xil bo'lib qolishi mumkin. Nimaga? Bular hammasi aka bir xil konvert ish qilamiz biz aka. Bir xilda bir ko'payib ketadi, mana materiallar ko'payib ketadi aka. Har xil ikki xil material bo'lib qoladi aka. Hozir hammasi bir xil materialda bo'lgan. Boshqacha material yo'qmi deganlarga Telegram kanalimizni, nomerimizni aytib o'tib ketamiz aka. Mana shu yerda hamma narsasi bor aka. Telegram kanalimizda mana bu yerda. Yozib qo'yilgan. Telegram kanalimizda aytib o'tamiz. Usta Ma'murjon usta deb yozsa aka, Telegramda poistda Ma'murjon usta. Ma'murjon usta deb chiqsa chiqadi aka. Nomerimizga keladigan bo'lsak 94lik 008 35 52. Yana bitta nomerimiz bor aka, 99lik 438 35 52 aka. Shularga murojaat qilaveradi. Mabodo ololmay qolsa, ko'tara olmay qolsa telefonini Telegramdan murojaat qilsanglar, bemalol javob qaytaramiz. Gap yo'q, do'stlar, qaranglar. Endi biz ana bu yerda 18 talik kutyapgan edi. 18 talik yangi ishlarimizdan.
18 TLni men hali chiqarmagan edim, adashmasam. Yong'oqmi bu? Yong'oq 100% aka. Yong'oqdan ikkita stolni birlashtirilgan bo'lar ekanda. Ikkita addendan ishlatilgan aka. Chunki bitta uzun stol qilsa, uni ko'tarib bo'lmaydi. Ko'tarib bo'lmaydi aka. Lekin zo'r. Mehnatiga gap yo'q ustani, lekin gap yo'q. Pastida mana turibdi tuflisi. Xo'p, stulni yaqindan ko'rsatamiz, do'stlar. Mana boshidan pastga tushamiz. Materialni ko'ryapsiz. Atechenta-ya bu? Atechenta. Atechenta. 12 talik bu? 12 talik. Yo'q, 16, 12 sm machalkasi. Komplet 18 talik. Ha, yo'q, mana machalkasi 12 talik. Xo'p, 18 talik bu. Ya'ni 18 ta stullar bor. Uzunligi necha bo'ladi shunda? Xonamiz uzunligi 5 metrga 1.20 bo'ladi aka. 5 metrga 1.20. Endi 18 talikni so'rashdan oldin so'rayman, 12 talik qancha bo'ladi? Buni 12 taligi 6 million 400 ming chiqadi. 6 million 400 ming chiqadi. Endi bu qancha turibdi? Bu komplet aka mana shunday 11 million so'm sotyapti aka. 10,5 million so'mga beramiz aka. 500 ming so'm ransa bor-u deganlarga aka. Bitta ransasi bor. Do'stlar, qaranglar, hozirgi kunda mana o'tgan safar video qilganmiz. Go'sht narxi qancha edi? Endi hozir go'sht narxi nech bo'ldi? Ko'tarilgan, lekin bular narxini tushirgan. Qoyilligan. Xo'p, gapirmoqchi edingiz? Kelgan aka. Nimaga sen ishing qimmat deganlarga aka, stolni biz mana ko'rsatib o'tamiz aka. Bu ko'rsatish kerak bu narsani aka. Stolni ishlarini ko'rsataverasiz. Top-toza yog'och ishlangan aka. Bitta yerda miyatina degan yeri yo'q aka. Ko'ryaptimi aka? Bilinib turibdi haqiqatdan. Toza yog'och aka, 100% yong'oq. Keyin o'sha yana aytib o'taman, sen ishing qimmat deganlarga biz ramani ham 10 ming, 15 ming qimmatiga olamiz. Nimaga? Mehnati oz, toza rami, quruq rami olamiz aka. Ana shuni hisobiga biz aytcha eldan ko'ra balandroq sotamiz aka. Chunki buni aytib o'tkazishimiz kerak. Bilmagan odam ko'p aka bu narsani. To'g'ri, haqiqatdan to'g'ri.